Legendani muxlislari, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizlarmi? Legendalaring sizlarni kutyapti. Qashqadaryo kafesida, restoranimizda hammalaringizni kutamiz. Bitta yangiligim bor. Yangiligim men shu restoranda xudo xolasa rozыгрышni boshlamoqchiman. Legendachani qo'ymoqchiman 1000 rubldan bilet qilib. Nima deysizlar? Kommentariyada обязательно fikrlaringni bildiringlar. Bizda чистный bo'ladi faqat. Mana shu restoranimiz Qashqadaryoda qilamiz. O'sha bitta kunda qilib biletlarni qo'yamiz. Bilet sotgandan keyin atiga 1000 rublga legendani yutib olishingiz mumkin. Legenda yangi hali. Benzin, gaz qo'yilmagan. Faqat kommentariyada agar bosamiz desalaringiz, xudo xohlasa rozыгрышni boshlaymiz. Nima deysizlar? 300 ta odam kelasizlar. Men shu restoranimizda bemalol kuzatib turasizlar. O'yin kuni bitta kunni belgilaymiz. Xudo xolasa, ha, davay aka, legendani yutmoqchimiz. 1000 rubl evaziga legendani yutib olamiz desalaringiz, men o'sha videomni qo'yaman. Mana legenda. O'sha videoni qo'yaman hozir. Sizlar kommentariyani aytib yuborsalaring, advetini mana shu 1000 rubl evaziga mana shu legendacha sizlarniki bo'lib qolishi mumkin. Legendacha hamma narsasi bo'lgan. Mana shu Qashqadaryo kafesida, restoranda o'tkazamiz. Nima deysizlar? Meni podpischiklarim hammasiga ishonaman. Sizlar честный bo'ldlarsizlar. Meniki hammasi живой. Agar ha o'tkazamiz desalaring, men bugun videomni qo'yaman. Kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldiringlar, jigarlar. Boshlaymiz xudo xolasa. Legendalaring yutib olasizlar. Faqat bizda честный bo'ladi. Aldash degan narsa yo'q. Честный o'yin bo'ladi. Aytvetini kommentariyaga qoldirasizlar, jigarlar. Hadi shu rahmat hammaga.